Men ölüp ketdim. Men oldingi kuni ölüp ketdim. Atsi ölüm xabarim tarqadi. Tova, yop-yoshli ketibdi deyishdi meni biladiganlar. Qon yig'lashdi urug' tuqqan qarindoshlarim. Önsiz holda o'limimda xizmat qilmoqda do'st yorinlarim. Qaysi bir do'stim bu xabarni undidorga taqitibdi. Tunush bilishlarim, savoqdoshlarim echinib, tova, yop-yoshli ketibdi, esil bolatida deyishib, yosh eqitgan chiroy ifodasini qo'shib mazmun yo'llashdi. To'p tashlanmoqda. Qorong'u lahat ichida qo'yib hammaylan tarqashdi. Hayotim tamomlanib yerga ko'mildim. Men dunyoga kelib nima ishlarni qildim? Layoqatlik odam, layoqatlik bola, layoqatlik qarindosh, layoqatlik dada, layoqatlik layoqatlik xizmatdosh, layoqatlik do'st, layoqatlik qo'shni bo'la oladimmi? Vaqt nihoyatda tez o'tgandek qiladi. Men kishilarning esidan asta ko'tarilishga boshladim. Bechora opam dadamning ko'zidan yosh qurmadi. Aytgan oshlarini siqinib chanoqlari yoshlandi. Qarindoshlarimning yuragining bir yerlari jarohat edi. Lekin yoshimay bo'lmaydi. Ketganning kaynidan ketgili bo'lmaydi. Bo'g'uluq bechora bolalarimga bo'ldi. Kichik turib yetim ataldi. Dili sundi. Yulangan tig'i o'rilib, hasratli dili o'rtinib yashashga majbur bo'lishdi. Bundan boshqalar meni tamoman pokiza unutib ketishdi. Mana oxiri o'lib ketdim. Men o'ltirgan so'rinlar, cho'ng ko'ygan odamlar, do'st ulbatlar, oyog'i chiqmas xizmatlar mening mutlaq ko'p vaqtimni elib ketgan edi. Men muhabbatni, illiq tabassum, zehnim, vaqtimni sexiylochi berganlar meni tamoman unutib ketishdi. Ularning mo'yi tavrab qo'ymadi. Ularning yer shari normal harakatda, yer tegida yetib pushaymon ilkida shuni his qilib yetdimki, idora uchun, qilayotgan boshqa xizmatlarim uchun, men cho'ng bilgan so'rinlarim uchun, ulfatlar uchun men faqat va faqat artist ekanman. Men faqat shu men ekanman. Mening yo'q bo'lishim bilan ishlar uzilib qolmay, o'yin davom etaverdi ekan. Lekin oilam uchun men bajoyiga butun dunyo ekanman. Mening yo'qolishim ularga eng zo'r zarba, eng cho'ng yo'qotish, eng ig'ir badal ekan. Men odamlar orasida yuribman. Lekin ular meni ko'rishmaydi. Do'stlari bilan o'ltirgan opamning qutiga beshimni qo'yib yotdim. Lekin u to'ymadi. Yiqilib tushgan bolamni yig'lab turib yo'ladim. Lekin u to'ymadi. Men aktivlik bilan ishlagan ishxonamga keldim. Ustilimda boshqa biri ishlayotdi. Shunchalik yig'lab ketdimki, yo'q deb to'g'lashlarimdan osmon larziga keldi. Ey, menga bir fursat, qayta yashashga bir fursat bo'lsa-chu, koshki. Nima qilar edim? Navoda mumkin bo'lsa edi, men zehnimni, so'ygu muhabbatimni, illiq tabassumimni meni so'yganlarga, yaqinlarimga, qadrdonlarimga saxiylik bilan bergan bo'lardim. Ahmiyatsiz, oyog'i chiqmas g'aybat so'rinlaridan yiroqlashgan, texmo ahmiyatlik deb qaralgan so'rinlar, odamlar, ustozlar yo'llarida bo'lgan bo'lardim. Qarindoshlarimga bo'lgan so'ygimni ichimda saqlamay, izhor qilgan bo'lardim. Chunki mehr muhabbat, yaxshilik, ezgu yo'llarda mang'uchi uchun chiroqdi va qorong'ulikdan ko'ra buloqdi va baraqson bo'lmaqi texmi durust edi. Qani do'stim, navoda xolisiniz telefonni eting, pinhon holatingizda xiyolingizda bir o'lib beqing. Siz nimalarni his qildingiz?
asar chekdi